Shu setimizda eng ko'p so'ralayotgan quyon go'shtidan bo'lgan tushonka mazasi qanaqa bo'ladi? Bu qanaqa narsa deb so'rashyapti. Akalar, bu hech qanaqa suyagi bo'lmaydi. Lahm quyon go'shtidan qilingan tushonka bo'ladi. Buni mazasi umuman boshqacha bo'ladi, ishoninglar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu narsa og'zingizda eriydi. Endi ikkinchi narsani ko'rsataman sizlarga. Mana qanaqa emas, nimaga unaqa dedingiz? Erkaklik quvvatini oshiradigan deb so'rashdi. Bu haqiqatda shunaqa narsa. Buni mayinligini qaranglar. Bu suriladi bu narsa, qo'chqor dumbasidan tayyorlangan. Aynan massaj qilib suriladi. Faqat erkaklar uchun emas, yosh qo'ttilar, yosh bolalar uchun ham shamollashga juda ham foyda bo'ladi. Shamollashlarga, suyak, bo'g'im o'ruvlariga bu narsani o'zimizda tayyorlaymiz. Aynan qo'chqor dumbasidan tayyorlaymiz. Hidi ham hech qanaqa qo'yi hidi kelmaydi. Приятный hid bo'ladi. Kimga shu setimizda qiziq bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu setimizda 1 kilo dudulangan qo'chqor dumbasi, qazi va qartani ko'ryapsizlar. Qartani yaxshi ko'radiganlar, buni ichida ot go'shti bo'ladi. Sokli bodrinimiz yokida piyoz bo'ladi. Qora bohon qanon, to'g'ralgan, dudulangan qo'chqor dumbasi. Bular bilan zo'r chiqishadigan piyoz hamda limon bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, pastki telefon nomerlari orqali bemalol zakaz bersanglar bo'ladi.